Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarim va meni birinchi marta ko'rib turgan kuzatuvchilar. Oldingi videoyimda noto'g'ri savollarimizning achchiq javoblari haqida video tayyorlagandim va o'sha videoyimga o'zimni hayotimda bo'lgan bir voqeani ulab ketish maqsadida bu videoni joylayapman. Men bu videoni joylashimdan maqsad kimgadir mana shunaqa zo'rman va kimmanki menga shunaqa ishoratlar berilyapti, meni oldindan himoya qilyapti deb kibrlanib, manmanlanib yoki mana meni ko'ringlar, men qanaqa zo'rligimni degan maqsadda olayotganim yo'q. Inshaalloh hammaga manfaatli bo'ladi. Ba'zi bir joylarda o'zimga ham qattiq tegan, alam qilgan joylari bo'ldi shu ko'rgan voqealarimda. Inshaalloh hammamizni Alloh isloh qilsin, qalblarimizni to'g'ri yo'ldan adashtirmasin, bir-birimizga mehrli oqibatga qilsin. Va videoni boshlaymiz. Menga doimo qiziq bo'lgan mavhum narsalar. Misol uchun ruhlar olami yoki-da mana shu tabiatimizda o'zidan o'zi bir-biriga o'xshamagan hodisalar yoki-da ilohiyot tomonidan beriladigan ishoratlar, shunaqa narsalar menga qiziq bo'lganda, bitta videoda ko'rgan edim. Ruh chiqqanda tana bilan to'qnashadi. Ruh chiqib ketish jarayonida tana ham ruhni ko'radi, bir-birini ko'radi va ruh tanadan ayrilib, ruhlar olamiga qo'shiladi. Va o'sha yerda boshqa ruhlar bilan birgalikda suhbatlashadi yoki-da вообще boshqa joylarda yuradi sayohat qilib degan videoni ko'rganimda, voy tavba, shunaqa ham bo'larmikin va qanaqa bo'larkin shunaqa. Va tana bilan ruh bir-birini ko'rsa ikkita bir xil narsa bo'ladimi? Nima, qanaqa ko'rarkin, nima bo'larkin degandim. Va Alloh taolo shu savolimning javobini menga bitta dard orqali yetkazdi. Qanaqa bo'lishi, nima bo'lishi, xayoliga borishi mumkinligi haqida. Ikkinchi hayratlangan narsam, xabaringlar bor, bir necha yillar oldin virtual ochki chiqdi. O'shani taqarkansizda, saodat asrini ko'rsatamiz biz sizlarga. Xuddi o'sha davrda yurgandek, o'sha voqealarda ishtirok etgandek his qilasiz o'zingizni, o'sha yoqqa xuddiki rostdan borgandek bo'lasiz degan reklama asosida o'sha virtual ochkini ko'rsatishayotgan edi. To'g'ri, u yerda odamlar ham o'tirgan odamlar ko'rganlar yig'i bilan, hissiyot bilan aytib berishgan va shunaqa bo'ldi, unaqa bo'ldi deb. Lekin menda qanaqadir qanaqa qilib u sun'iy narsa bilan yasalgan-ku, baribir asl holidagi ko'rsatib bera olmaydi. Baribir necha asr orqadagi narsani, bu taxminiy video, baribir unaqa bo'lmasa kerak. Balki bo'lar, men hali tushib ko'rmadim. Qidirib ko'rdim, qayerlarda bor ekan, o'zi men turadigan joyimga yaqin joylarda bormikan deb qidirib ko'rdim, lekin hech vaqti bo'lmadiki, qunt qilib borib tushib o'sha savolimning javobiga yetishga. Va o'shanda aytgan edimki, baribir ishonmagandimda, qaniydi shunaqa xuddiki kinolarda ko'rsatadi-yu, fantastik kinolarda vaqt mashinasi bo'lsa-yu, o'shanda asrlab orqaga qaytib, rost ekansan shu taningiz bilan, rost ekansan shu ruhingiz bilan his qilsangiz, o'sha davrni, o'sha voqealarda ishtirok etsangiz, o'sha Makkani asl oldingi holati qanaqa bo'lganini ko'rsangiz, Madina qanaqa bo'lgan, shularni bila olsangiz qaniydi degan ichimda qanaqadir orzumi, shunaqa ushalmaydigandek tuyulganda menga, bo'lmasa kerak, u qanday shunaqa bo'lsa edi zo'r bo'lardi degan ma'no. Lekin shu o'zimning gapimga ham o'zim ishonmagan. Baribir ko'ra olmaymiz endi, mayli. Inshaalloh qiyomatda, inshaalloh jannatlarda ko'rarmiz degan umid bilan u gaplarimni o'zim gapirib, o'zim ichimga ko'mgandim. Va Alloh taolo menga shunaqa dard berdiki,
shu ikkala savolimni, ikkala qiziqqan narsamni javobini oldim. Yaqinda shu aprel oyimi, martda oxirida, aprelda boshida oddiq kun edi. Shu qorin qismida og'riq boshlanib, shunaqangi kuchli og'riq boshlanib qoldi o'zidan-o'zi. Dori ichib yotdim. Uyimizda mehmon bor edi. Ularni kuzatib oldik. Hozir xuddi mehmon kelgani yoqmagandek bo'lib, kasal bo'lib yotib olganga o'xshamaydi dedim. Ularga qaradim. Sinqillab baribir keyin bo'lmadi. Dori ichib yotdim. Mehmonimiz ketganlaridan keyin sraz telefon qildim onamga. Oyi, olib borib keling. Hozir bo'lmayapti. Kuyovingiz ham ishdalar, uyda mashina yo'q. Baribir begona mashinada inqillab ketish bo'lmaydi. Ular xijolat ko'rasiz. Keyin men o'zim ko'rsatib yurolmayman-ku deb onamlarni chaqirgan edim. Yunusobodda mana 17-ko'rgazmasi hozir 7 bo'lganmi? O'sha yerga bordik. Doktorlarga shikoyatimni aytdim. O'sha kindik atrofida, qorin qismida og'riq bo'lyapti, sanchish bo'lyapti. Tekshirishdi, analizda olishdi. Endi appendits emas deyishdi ular. Женский tomonidan yeshniklar shamollagan bo'lishi mumkin deb aytishdi va og'riq qoldiruvchi ukol qilishdi. O'sha kuni kechqurun yana battar kuchaydi. Endi biz analizlar topshirdik. Tahlillar topshirganimiz uchun biza отрицательный chiqdi. Yo'q, unaqa emas. Misol, o'sha qondan ham, machadan ham anaqasi bilinadi agar appendits bo'lsa. Appendits emas, ularniki ginekologga boringlar sizlarda. Xirurglar bizani qaytarib yubordi. Kechqurun yana og'riq bo'lyapti. Yana bordik 17ga. Yaqib borganda yana boshqatdan UZI qildi. Endi analiz topshirtirmadi-yu, endi UZIda ko'ryapti. Yo'q, keling, siz nima qilasiz? Kechqurun endi xo'jayinim bilan bordik. 12da. Keyin yana dori qilib, ukol qilib qaytarishdi. Baribir og'riq qolmayapti. Ingillab yuribman. Zo'rg'a ertalab endi oddiq kuni hech qachon ishlamaydi-ku, unaqa chasni joyda ham. Ginekologlar baribir kechqurun bilan o'tirmaydi. Shuning uchun ertalab bo'lishini kutdik. Ertasi kuni chasni klinikaga bordim, ginekolog qabuliga kirdim. Ginekologimiz ham ko'rdilar, kasallik bor, ozgina shamollash borga o'xshabdi deb UZIda qilib tekshirdilar. Keyin menga назначение qilib o'sha dorilar yozib berdilar va men o'sha kaplinsalar olib dorilar ichib yurib-o'tirdim. Og'riq dushanba kuni ham qolmadi. Og'riq qoldiradigan ukol ketanal kechqurun bir mahal olishim kerak edi. Ertalab ham olyapman. Obedgacha yetib kelmayapti ketanal ta'siri. Keyin og'riq qoldiruvchi tabletkalar ham ichyapman. Bosmayapti-da og'rig'i. Keyin seshanba ham shunaqa yurdim. Shamollash bor, issiq qising o'tib ketadi. Issiq qising ham qalb tabobatidan qo'y yog'i sur, nimalar deyishdi, ishqilib. Amallab shu kunlarimni eslayman. Tavba qana. Xudoyim o'zi asraganiga qoyilam qolaman-da. Hozir eslesam qanaqa qo'rqinchli vaziyatda bo'lganini. Va men o'sha shamollash, issiq qisi bosilayotganiga issiq o'ranib olib yurdim. Sal qo'yib yubordi. Keyin bandaj taqib qildim. Unda ham sal qo'yib yubordi. Endi qisganiga yechib tashladim. Baklashka esimga tushib qoldi. Baklashka issiq qilib qo'ydim. U og'riq oladi-da, miltillatib og'riq qolib, zimillab olib turadi-da, lekin unaqa qattiq og'riq emas-da. Shundan keyin chorshanba kuni endi chidab bo'lmayapti-da, shunaqa og'riyapti. Og'riq qoldiradigan ukol ham olib kelganman, tabletka ham ichganman, baklashka ham qo'yganman, hech nima bosmayapti-da og'riq. O'shanda 3-roddomga bordik. O'tda ammamga ishlaydilar. Ginekologga olib kirib chiqing dedi. O'tda ham X-rayni qilib qaramaymiz hozir.
tug'ruq jarayoni ko'p hozir o'tdi, oldin bilish kerak bularniki nima ekan, vнимательный bo'lib qolganmi balki turbada deb buni ham bilishmayapti-da. Xullas nima deydi, taqdir bo'lsa hamma ko'r kar bo'lib qoladi deydi-yu, 1000% shunaqa ekanda. Keyin ular 16-gurbanisaga jo'natishdi Chilonzorga. Xo'jayinimni ishdan chaqirib olganmiz telefon qilib, oyijonim ham qaynonamga ham yonimda yuribdilar. Endi ko'ryaptilar qanaqa og'riq bor ekanini, yurolmayapman, bukchayib qoldim-da o'sha oxiri. Xo'jayinim bilan ketyapmiz yo'l bo'yi. Hozir shu yerda bitta o'sha ko'rgan tushimni aytib berdik shu yerda. Alloh rahmat qilsin, qaynotamlar 2 yil oldin vafot etdilar. Hech ularni tushimda ko'rmas edim-da men. Oldinlari men misol tug'ruqxonaga borishim kerakmi, qanaqadir bolalarimga nimadir srochniy narsa kerak bo'lib qolsa, xo'jayinim ishdalar, qaynotamlar o'zlari yugurardilar-da, doktorga ham, bolalarimga ham, menga bu narsa kerak bo'lib qolsa ham, uyda nima shoshilinch nima qilib berish kerak bo'lsa, Alloh rozi bo'lsin, Alloh o'zi rahmatiga olgan bo'lsin, Adajonim shunaqa edilar-da. O'sha kuni ertalab tushimda ko'rdim, chorshanba kuni ertalab mashinada ekanlar-da, rulda o'tiribdilar. Men oldiga o'tiryapman, qaynotamning oldilariga, Adajon oldilariga, orqada oyijon ketyapti. Shunaqa urishyaptilar qaynonamni, shunaqa baqiryaptilar. Xo'jayinimni ham urishyaptilar, baqirib, bosib haydab ketyaptilar-da. Anaqa strochniy ham chiqib ketib qolganmiz-da. Qo'rqib zo'rg'a o'tiribman deb anaqa qilib, voy xudoyim, avariya bo'lib ketmasa bo'ldi deb qo'rqib o'tiribman deb. O'shanda tezlashmaysanlarmi, tez bormaysanlarmi, nima qilib o'tiribsanlar qilib, ani bosyaptilar-da. Ya'ni tezroq harakat qilmasang o'sha bo'ldi, o'lasan degandek xuddi ogohlantirib nima qildilar-da. Tushimda qaynonam bilan ham urishib, xo'jayinim bilan ham ishlayveradi, bunga ish kerak faqat. Nima rosa baqirdilar-da ish qilib. O'sha tushni ko'rdim saharda va kunduzi bu ekan, o'sha radomga borganimizdan keyin ular bizni bilmaymiz, hozir agar apendis bo'lsa biza uni lecheniya qiladigan naqamiz yo'q. 16-gurbanisaga boringlar, xirurglar ham, ginekologlar ham shu yerda bo'ladi, birga ko'radi deb u yoqqa jo'natishdi bizani endi. Ekstreniy qabul qiladi ular deb. 16ga bordik, u yerda ham tekshiryapti. Voy borishdi endi men og'riq qoldiradigan ukol qildirmadim raddomda. O'sha ekstreniy bo'lib bormasam bizani olmasligi ham mumkin edi-da. Shuning uchun rayonga, tumanga bo'linadi-ku baribir. Shuning uchun men ekstreniy bora qolay deyman, yo'lda chidolmayapman-da. Anaqa yotibdi. Suvla sepyapman, ingillayman. Xuddi o'sha tushimda nima bo'lsa, xo'jayinim oldida o'tiribdilar, rul yonida men o'tiribman, qaynonamlar orqada o'tiribdilar. Endi men yotib olib bemalolroq anaqa qilib ketsin deb oldida o'tiribman-da, anaqa qilib ingillayotimman, o'zimni usholmayman deb shunaqa qattiq kuchli og'riq bo'lyapti. Yana og'riq qoldiradigan hech nima qildirmaganman, dori ham ichmaganman. Endi 16-gurbanisaga amallab yetib oldik. Kirib kelishida qizil bir nimalar qo'yib qo'yishadi-yu. Yetolmayapman-da. Xo'jayinim mashinani joylashtirgan ketganlar, oyijon meni usholmaydi, ko'tara olmaydi, ingillab zo'rg'a yuryapman, emaylab zo'rg'a qabulxonasigacha yetib bordim. O'tda kolyaskaga o'tkazishdi. O'sha bitta hamshira o'zi olib yurdi, baraka topsin. Ginekologga olib kirdi. O'tda o'zi yiqildi, ginekolog ham endi aytyapman, men назначение yozdirib o'tdim, men lecheniya olib og'riq qolmayapti menda. Anaqaga appenditsga ham analiz topshirganman, chiqmadi deyapman-da. Keyin xirurgga ham bunaqa qoningizni bosaveradi, o'zi og'riyapti, yana bosadi qo'lini tiqib. Voy, yana u ham yo'q, meniki emas deydi. Ginekolog oxiri o'sha yechnikda turbada tiqilib qolgan menimcha, yoki kista yorilgan, yoki-da vнимательный bo'lib qolgan, turbada homila bo'lib qolgan deb podozrение qilishyapti. Hech kim bilmayapti aniq nima bo'lganini. Keyin sraz ekstreniy operatsiyoniga olib kirib ketishyapti, qo'rqyapman-da ish qilib. Hech kimni tanimayman, gaplashmaganman, bilmayman-da. Ginekologga ham yalinayotaman.
anaqa qiling, mani qo'rqitishdi-da endi agar qon polniy organga tarqagan bo'lsa, butunlay matka bilan olib tashlashi ham mumkin degan narsani eshitganimdan keyin kista bo'lsa ham, vнимательный bo'lgan bo'lsa ham o'zingiz yaxshilab qarang, xo'pmi, olib tashlamang hech nimani. Ginekologga yopishyapman-da, o'zingiz anaqa qarang, hech nimamga tegmay olib tashlamang qilib. Yaxshilab qarang, xo'pmi, erim rozi qiladi, yaxshilab qarang. Ya xudoyim. Shunaqalar narkoz berdi. Narkoz ta'sir qilishi ham sal qiyinroq bo'ldi menga. Keyin o'sha hozir teshib qilishyapti operatsiyalarni. Nimadir berdi, oti esimdan chiqib qoldi. Ishqilib o'sha 3ta joyimdan teshib ko'rsaki apendis yorilib, butun organlarga уже tarqab olganda. Matkayu, mana jigar, hammani qorin bo'shlig'i, hamma joyi уже qoplab bo'lgan. Ginekolog oqarib, gezarib chiqib ketibdi keyin. Ginekolog keyin nimadir qilib qo'ydi, mana bular qarang, gaplashing deb qaynonamni jo'natibdilar. Nima tinchlikmi deb ular kirganlar orqasidan. Xirurgni ko'rdim, keliningizni ko'ruvmidi deb, bizaniki emas ekan-ku, apendis yorilib ketibdi. Apendis yorilganda o'zimda kesib, qorinni ochib turib, ichaklarni olib, yaxshilab sterilab, o'sha zahar tarqagan joylarni qilish kerak bo'lgan. Manda уже teshib qo'ygan ginekologlar. Xirurg boshqa xirurgga kirgan. Men umuman tayinlab boshida tegmang, qilmang, unaqa qilmang deb ginekolog tayinlaganman va umuman boshqa odamlar kirib operatsiya qildi-da meni. O'sha nimadir qilib yuvishgan, endi amallab tozalashgan va o'sha qorin qismidan biqin tomondan 2ta mashina shlanka qo'ygan endi. Ichimda suv qolib ketganda, endi polni ochib tozalamagandan keyin chiqib ketishi uchun shunaqa bir nima cho'kindi, bir nimalar bo'larkan, endi apendis yorilganda men turbaga tiqilib qolib yo'lini to'sib qo'ymasin deb ham qalinroq kattasidan qo'yilar ekan. Voy, shunaqa og'riq qolmaydi-da endi, og'riq bo'yotibdi. Narkoz ham menga 2 baravar berilgan ekan. Operatsiyaning o'rtasida uyg'onib ketganimga yana narkoz berishgan ekan. U ham xavfli vaziyat bo'lgan o'zi. Vaznidan oshiqroq narkoz berishgani uchun bitta yosh kelin bechara insult bo'lib qolibdi-da, yarimi ishlamay qolib. Unga ham rosa xavotir olishgan. Men endi uyimdagidek aytmaganman, bo'ldi, yaxshi bo'lib ketdim. Oyimga aytmay turing, agar keyin operatsiya bo'lganimdan keyin ham aytarmiz, agar aytadigan vaziyat bo'lsa deb kirib ketdim men operatsiyaga. Uyimdagilarni xavotirga qo'ymay deb. O'shanda oyijonim telefon qilib bo'ptilar, onam уже kelib bo'lganlar, men chiqqunimcha amallab endi operatsiya qilishgan qo'ldan kelgancha. O'sha 3 kun kutamiz, agar anaqa bo'lib yaxshi bo'lib ketsa, agar og'irlashursa ochib boshqatdan operatsiya qilishimiz kerak bo'ladi dedi. 3 kungacha shunaqa yomon bo'ldim, og'riq qolmaydi, og'riq qoldiradigan baralgina, analgin demetrolar hech qaysi ta'sir qilmayapti, chunki men endi bosib og'riq qoldiradigan ichdim-ku har xilidan. Menga endi u ta'sir qilmayapti-da. Hech nima yeyolmayman, faqat qaytqovuraman, hech nima yemayman. O'sha даже anaqa meni kir oqib ketadigan, o'sha turbadan chiqayotgan loyqa suv даже oshqozonimdan ham chiqyapti-da, qaytqirganimda. Doktor, operatsiya qilgan doktorim ham qo'rqib 3 kun bir hech nima aniq javob aytolmay yurdilar-da. Ishqilib o'sha 3-kun sal yaxshiroq bo'ldim, kuldim, bu narsaga chalg'idim, xudoga shukr, ancha yaxshi bo'lib qoldim deb, endi yonimda qolayotgan odamlarni ham qo'rqitvermang ha deb. O'sha kuni kechqurun aksiga olib, onam singlim qolish kerak bo'ldi, oyimlar ketishlari kerak edi-da endi uyga. O'shanda boshida o'tirdik, maza qilib gaplashdik, kulishib, undan bundan gaplashdik. O'sha 3-kuni kechqurun bitta shlankani olib tashuvdi, kunduz kuni ikkinchi shlankasi qoluvdi, endi 2ta qo'yuvdi, bittasini olib tashuvdi. Bo'ldi, o'sha ancha yaxshi bo'lib qoldilar deb.
endi o'sha bittaga ham yo'liga nimadir tiqilibdi-da, ishqilib suv chiqmay qolgan, ichimda qolib ketgan o'sha yomon suvda. Demoqchi bo'lganim o'sha boshdagi savolim ruh chiqish jarayoni. Endi o'zingizda bo'lmaysizda og'riq birdaniga kuchli qattiq og'riq bo'lgandachi ruh chiqib ketib qolar ekan tanadan. Vobshe g'alati narsa bo'ldi-da, yoki narkoz tarqamadimi menda, endi 2 barobar olganman-ku narkozni. Narkoz chiqib ketishi qiyin bo'ldimi, yo og'riqqa chidolmadimmi? Ishqilib o'sha kuni kechqurun palatada yotganimni o'zimni ham ko'ryapman-da, mana o'zim yotimman, onam bu yoq tomonimda, singlim bu yonimda-da endi. O'tirimiz, gaplashib o'tirimizda bir o'zimni ko'raman, bir ularni ko'raman. Tushunmayman qaysi birisiman bu o'zi. Hozir yotganman, tanamman, ruhim nima qilyapti bu yerda, nega ajralib olgan, nega ikkita bo'lib qoldi bu yerda hozir. Nima deydi, bu o'zingizni ko'rmaysiz ruhni, mana bu yerda yotgan jasadingizni, tanangizni ko'rasiz-da, shok bo'lasiz. Voy deb. Undan oldin o'zi sal boshlanayotgan ekan. Uxlasam ham qo'rqib uyg'onib ketaveraman. Uxlashga даже qo'rqib qoldim-da. Asrga yaqin ko'zim ilinganda ko'rdimki, qatlardadir yuribman. Endi aytdim-ku boshdagi menga mavhum narsalar qiziq bo'lgan dedim. Arosat qiziq bo'lgan, nima ekan u Sirot ko'prigi qiziq bo'lgan menga, nima ekan, qanaqa bo'lar ekan degan. Uxlayapman-da, ko'zim uyquga ketyapti. Qanaqadir odamlarni orasidaman-da, voy shunaqa yuribdi-da, g'alati qorong'i deydi, na nur yo'q, na charaqlagan quyosh yo'q, na qop-qorong'i emas, shom payti g'alati g'ira-shirasi bo'ladi-yu, явный ko'rolmaydigan ahvolda. Shunaqa qanaqadir qop-qora bir nima odamlar bilan yuribman deyman. Voy xudoyim, nima qilyapman bu yerda deyman-da. Keyin uyg'onib ketdim tushimdan. Keyin birpas o'tirdim-da, o'zimga kelib, bir nimaga chalg'idimda, yana ko'zim ketib, bunaqa qilganimda Sirot ko'prigini ko'rdim. Shunaqa qildan ingichkada, qilich o'tkir joyidan o'tkirda, kim o'taman desa kesilib ketib tushib ketyapti-da, shu tubsiz jarliga. Endi bir xillarni yugurib o'tmoqchi bo'lyapti, oyog'i kesilib, barmoqlari ajralib tushib ketyapti. Kimdir o'tayotganda qo'li bilan ushlab qolmoqchi bo'lyapti, qo'l kesilib ketyapti. Ushlagan joyda barmoq bu yoqqa, tana bu yoqqa bo'lib. Voy xudoyim deb qo'rqib yana uyg'onib ketdim. Yana ko'zim ilindi. Unda o'sha boya ko'rgan qop-qora xunuk odamlarning ichida yana paydo bo'ldim. Voy Allohim, nima qilyapman bu yerda? Kim bular Allohim? Nimaga yana bu yoqqa tushdim? Yana nima qilyapman bu yerda? Endi men hozir keyin o'sha ko'rgan narsalarimni tahlil qilganda arosatni ko'ribman deyman. Arosatda odam na jannat emas ular, na do'zax emas, ishqilib tentirab yurgan gala odamlar. Va keyin bir tomondan qop-qora bir badbashara, ko'zlari chaqchaygan bir nima odamlarni ko'rdim-da, ular menga qarab yurib kelyapti-da. Qochaman deysiz, oyoq yurmaydi. Qocholmayman, qotib qolganman, qo'rqib kelyapman, mashinda kelib turibdi-da menga anaqa qilib. Voy xudoyim, Allohim, nima bular, kim bular, nima qilyapman men bularni oldida, Allohim. Oxiri yig'lab yubordim-da qo'rqib. Va o'shanda qattandir ovoz keldi. Bular jinkashlar, jinlar bilan ishlaydigan bitta turi folbinlar, folchilik qilib odamlarga yomonlik qiladiganlar. Bittasi sudxo'rlar, foizga ishlaydiganlar. O'shanda keyin men kirib yig'ladim-da, boshida endi ulardan qo'rqib yig'layotgandim. Endi alam qilib yig'layapman-da. Allohim, men nima qilyapman bularning ichida? Men umuman hayotimda bormaganman jinkashlarga. Umuman najot so'rab, qani nima bo'lar ekan buni taqdiri, yo meni taqdirim nima bo'lar ekan deb
folbillaga bormaganman, Allohim, men ishlamaganman, sudxo'rlik qilmaganman, qarzga narsa olmaganman, nima qilyapman bu yomon bandalaring orasida? Allohim, o'zing aytgansan-ku, ya amalini ustida tiriladi, o'zi yaxshi ko'rgan odamlari bilan bo'ladi deb o'zing aytgansan-ku, Allohim, nima qilyapman men bu bandalaringni orasida deb shunaqa dodlab yig'ladim-da, qutqar Allohim, qutqar. O'tdan hech qanaqasi yo'q, qochib ham qutulolmaysiz, ne chiqib keta olmaysiz ham, ne ularni o'zingizdan itara olmaysiz ham-da. O'sha vaziyatda Allohdan boshqa hech kimingiz yo'q-da, suyanadigan, ishonadigan, o'zi umrimiz davomida, hayotimiz davomida ham Allohdan boshqa yaqinimiz, Allohdan boshqa ishonganimiz yo'q. Endi o'tda endi u vaziyatda teng bo'ldi. Unaqa deb yig'layapman, Allohim, qutqar, qutqar, bitta qoldirma meni deb. O'sha paytda уже meni ruhim chiqib bo'lgan ekan tanamdan va meni ruhim shunaqa joylarda yurgan ekan. Qayerdandir kimdir keldida, shunda meni ushladi, nima deydi, nur tezligi deydimi, shunaqa uchib chiqib ketdik-da. Bor endi o'zingni suyganlaring yoniga dedi-da, ovoz keldi. O'shandan keyin otilib uchib chiqib ketdik-da. Hozircha shu joyda to'xtab turamiz. Vaqtim kamroq ekan, hozir bolalarimga ketishim kerak bog'chaga. Inshaalloh keyingi videoda yana davomini joylayman. Ketgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Inshaalloh yaxshi kunlarda, yaxshi voqealarda, yaxshi alomatlar bilan xursand bo'lib yuraylik.